Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Doska va yana zo'r kayfiyatda ekraningizga kirib kelgan Zamira. Bu degani grammatika bilan rus tilimizning yana bitta qiziqarli soni. Bugun o'tgan darsning davomi sifat mavzusini davom etamiz. Ya'ni sifat bilan ravishni farqlashni o'rganamiz. O'zbek tilida sifat bilan ravish bor, lekin ular hech qanday bir-biridan ajralib turmaydi. Masalan, u chiroyli raqsga tushadi, meni onam chiroyli. Bu baland bino, u balanga sakradi. Da yoki baland sakradi, har holda sakradi. Shunda hozir sizlar bilan qiladigan ishimiz ikkalasini farqlab olish, keyin esa praktikada qanday ishlatilishini ko'rib chiqish. Bir boshidan boshlaymiz. Sifat asosan otga bog'lanadi. Agar siz menga o'xshab ona tilini yaxshi o'qimaganlardan bo'lsangiz, unda tushunib ketasiz. Endi men ona tilini yaxshi o'qimaganman, chunki ona tilim meni родной tilim bo'lmagan. Men russkiy язык родной язык bo'lgan. Chunki rus tilini o'qigan vaqtlar ketayim. Hop, sifat. Ketdik. Birinchisi qanday? Qanaqa? Nima? Nima? Yoki kim? Ikkinchisida bizda o'sha ravish bilan fe'l keladi. Sifat bilan ot kelsa, ravish bilan ko'pincha fe'l keladi. Ravish yoki hol deb ketaman. Keling, hol deb ketaveray. Hol bilan plus fe'l keladi. Qani fe'lni chiroyli deb yozib ko'raychi, fe'l deb. Fe'l. Shu fe'l harfi juda yoqadi menga o'zbek tilida. Xo'p, fe'l ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Bu ham почти shunday. Qanday? Nima qildi? Nima qildi? O'rs sirtoshlarning so'zi qildi derdi. Yoki nima qilmoq. Tushunali? Xo'p, buni hozir keling, mana grammatik jihatdan ko'rdik. Sifatga ot bog'lanar ekan, holga fe'l bog'lanar ekan, holga yoki ravishga. Endi doskani ikkiga bo'laman va tirik o'sha sifatlarni ko'rib chiqamiz. Qanday bo'lishini. Bismillah. To'g'ri bo'lsin, sizga iloyim. To'g'ri bo'ldi, bo'lmadi aytib qo'yasiz. Xo'p, sifat. Aytgancha, bizning mana shu playlistimizda nargisida rus tili grammatikasiz degan darslarimiz ham bor. Agar buni ko'rib zerikib yoki buni ko'rib kamlik qilyapti desangiz, grammatikani ham ko'rsangiz bo'ladi. Yerda ko'proq trik primerlar beraman va o'shani o'zingiz ham ishlashingizga zadaniyalar ham bor. Uy vazifalar deydimi? Ketdik, sifat. Sifat окончаниясini o'tgan darsda ko'rdik, что iye, aya, iye, yo oye, yoki yeye, yoki yaya, yoki iye bo'lib ketishi mumkin. Lekin biz bugun faqatgina murskoy roddagisini olamiz, chunki hozir hamma roddagini olsak, kash bo'lib ketadi. Boshladik. Sifatga deylik o'sha krasiviy so'zni olamiz. Endi ravish mana shu krasiviy so'zi qanday ko'rinishda bo'ladi agar ravish bo'lsa yoki hol bo'lsa. Bitta Miladzen qo'shig'i bor. Krasiva ты зашла в мою грешную жизнь degan. Juda chiroyli kirib kelding meni gunohkor hayotimga degan. Agar ashula aytayotganim yoqayotgan bo'lsa, like va podpiskangizni bosib qo'yish esdan chiqmasin. Shunda holimizni oxiri o'lashib ketar ekan, sifatimizning oxiri esa o'sha har xil окончание bo'ladi. Sifat umuman o'zgarmaydi. Voy, hol o'zgarmaydi. Qanday mana shu krasiva bo'lgan bo'lsa, o'tgan zamondami, hozirgi zamondan, birlikdami, ko'plikdami, женский roddami, murskoy roddami, farqi yo'q, bari o'zgarmaydi. Har doim krasiva bo'ladi. Bu o'zgarmaydigan gap bo'lagi. Sifat esa o'zgaradi. Voy, to'xtanglar. Telegramdagi ptichkaga o'xshab, ptichka deb qo'ying. Sifat o'zgaradi. Tushunarli? Sifat rodlarga qarab o'zgarib ketishi mumkin. Ya'ni kelishga ham o'ziga oladi. Ravish esa kelishiga ham olmaydi, shaxs soni ham olmaydi, fe'lni ham, zamonini ham olmaydi, o'zgarmaydi. Prosta har doim shu ko'rinishda. Ketdik. Yana yozaman. Tez. Shu markerlarning ranglarini men ajratishga qaror qildim. Bo'lsa aralashtirib yozaverardim. Deylik, bыстрый. Bыстрый degani tez degani. Bыстрый transport
Быстрая mashina deyishimiz mumkin. Endi holda qanaqa bo'ladi bu? To'g'ri aytyapsiz, to'g'ri o'ylayapsiz deylik. O'lashib ketadi yana. Bistro degan ovqat bor, bilasizlarmi? Bistrogan deydi. O'sha tez tayyorlanishdan deb. Xo'p, bizda aytgancha onlayn bilan offlayn kurslarimiz ham bo'ladi-ku. O'shanda ham o'tgan safar bistro degan ovqatni gapirganimizda fransuzlar ovqati deb o'ylashar ekan ular. Keyin bistri so'zidan olinganini bilgandan keyin, ha, bu rus tilidan so'z ekanda, rus milliy ovqat ekanda deb qolishdi. Aytgancha sizlar ham onlayn va offlayn kurslarga bemalol yozilsanglar bo'ladi. Offlayn Toshkent shahrida, onlayn esa dunyoning любой burchagida bo'lsa bo'ladi. Ketdik. Yana bitta yozaman. Высокий. Высокий sifat. Chunki iga tegyapti. Holda qanday bo'l, masalan, высокий дом, baland uy yoki высокий парень, bo'y baland bola. Дальше. Endi xuddi shu hol holatida qanday bo'ladi? Высоко. O bo'ladi. Высоко прыгать. Baland sakramoq. Высоко подняться. Balandga ko'tarilmoq. Высоко лететь. Baland uchmoq. Masalan, samolyot высоко лететь qiladi. Samolyot baland uchadi. Baland tomondan uchadi deylik. Xo'p, ketdik. Yana bitta primer yozaman va tirik предложение yozib ko'ramiz. Aytaylik. Yaxshi. Хороший. Sifat ko'rinishda bo'lganda iye bo'ladi, хороший. Lekin xuddi shu so'z holga o'tganda qanaqa bo'ladi? O'ylab ko'ringchi. Shu. Aytgancha kommentariyada bemalol savollaringizni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Dars haqida tushunmagan narsalaringizni men sizga javob berishga harakat qilaman. Yoki Telegram akkauntimizga administratorga yozsangiz, ertadan ham topib sizga javob beramiz. Так что обратной связьsiz qolmaysiz. Хорошо. Хорошо себя вести. Хорошо поступить. Tushunalimi? O'zini tutmoq, yaxshi tutmoq o'zini. Keyin yana себя вести degani. Хорошо поступить, yaxshi ish qilmoq ma'nosida, shunaqa ma'nolarda ko'rinadi. Keling endi buni primerlar bilan yozib, yana tushuntirib ketaman. O'zbekcha primerlar bilan bitta hol, bitta sifat bo'lib ketaveradi. Birinchi sifat. Молодой человек. Молодой человек в магазине. Yosh yigit magazinda. Молодой человек в магазине. Mana shu yerda ko'rishimiz kerak, что человек, inson, yigit deb ketyapti bu yerda. Мужской род, to'g'rimi? Молодой bo'lishini sababi человек мужской родligi. Agar bu yerda qiz bola bo'lganda девушка bo'lardi va молодая девушка bo'lardi. Endi ты выглядишь молодо. Молодо. Ты debdi sen bu ega. Что делаешь? Выглядишь? И bu qay holda? Hol. Молодо. Mana bu молодо выглядишьga ulanib ketyapti. Выглядишь degani ko'rinish berasan degan. Ты выглядишь молодо. Sen yosh ko'rinish berasan, sen yosh ko'rinar ekansan degani. Ты выглядишь старым yoki stara. Sen qari ko'rinar ekansan. Ты выглядишь уставшим deyish mumkin. Вот, ты выглядишь молодо. Как? Bu yerda qanday, qay holda degan ma'no bilan kelyapti. Keling yana bitta primer yozaman. Yana bittadan ikkalasiga ham. Bu tushunarli deb o'ylayman. Tam играет, tam degan u yerda degani, играет degani. Jaranglayapti deb ma'nosida kelyapti bu yerda. Va yoki o'ynayapti. Baland musiqa. Громкая muzika. Bu yerda e'tiborimizni qaratamiz. Muzika qanday rodda? Muzika женский rodda bo'lgani sababli mana bu громкий so'zi o'zi bu sifat, to'g'rimi? Громкая bo'lib ketdi.
Chunki женский rodni oldi o'ziga. Mana окончанияsi женский rod bo'lib ketdi. Tushunarli? Endi xuddi shu baland musiqa dedik-ku. Balandni musiqaga nisbatan, ovozga nisbatan baland, bo'yiga nisbatan baland emas. Hop. On ana очень degani juda degani громко говорит. Говорит degani gapiradi degani. Ana degani u degani громко говорит. Mягкий знак bo'lmaydi. Hop, говорит sifat va kesim. Ana громко ga ulanib ketyapti, to'g'rimi? Bu yerda otga ulanadi sifat, bu yerda fe'lga ulanadi ravish. Громко. Понятно? Громко. Как? Qay holda? Как? Bu sizga tushunarli deb o'ylayman. Xo'p, davomiga yana bitta narsani tushuntirib ketishim kerak. Bularni hammasini o'chirib tashlayman va savol berishni o'rganamiz hol bilan sifatga. Mana shu o'zi qanday, qay tarzda? Qanday emas, ko'proq qanaqa deb keladi-da. Qanaqa. Bu yerda ham qanday? Qay tarzda? Qay holda? Qay holda? Qay holda? Buni rus tilidagi savollarni ko'ramiz. Rus tilida bu ravish imенно o'sha sifatlardan bo'lib ketganlari kakga javob beradi ko'pincha. Yana boshqa turlari ham bor, lekin ko'pincha kakga javob beradi. Qay holda? Как. Boyagi молодо как, красиво как, быстро как, низко как. Bu yerda esa qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Agarda so'z murskoy rod bo'lsa, qanday javob beramiz? Savol. Какой? Qanday? Какой дом? Qanday uy? Qaysi uy? Qaysi biri degan ma'no. Xo'p, endi какая машина? Qanday mashin? Qanaqa mashin? Qaysi mashin? Дальше. Какое дерево? Какое дерево? Qanday daraxt? Qanaqa daraxt? Qaysi daraxt? Какое дерево? Demana beradi. Xo'p. Bu ko'plikda какие деньги? Qanday pullar? Qaysi pullar? Qanaqa pullar degan ma'noda keladi. O'ylaymanki bu hammasi sizga foydali bo'ldi. Agar videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, like va podpiska esingizdan chiqmasin. Keyingi darslarda ko'rishguncha, paka-paka.